Assalomu alaykum. Bizni onlayn offlayn kuzatuvchilar, biz kundagi ishlarni davom ettiramiz. Hop, bugun ro'zaning oxirgi kunlaridan, shu kunlarda shoshib ketayotgan bitta mehmonimiz bor bizni. Bu kishi Andijondan, o'sha Andijondan. Respublika bo'yicha bitta joyda aytadi. Hamma joyda Toshkent desa, Andijonda Tashkent deydi. O'sha Tashkent deydigan odamlardan Mahfuza opamiz kelganlar. Asakadan ekan bu kishi. Borsang cho'ntakchaxonada osh qilib beraman senga deyaptilar, asoba deyaptilar. Men borsam shu joydan istoriya qo'yaman, opam bilan birga o'tirib osh yeganimni. Olib boraman. To'g'ri ovqatlanish bo'yicha 50 gramm men yeyman, 50 gramm bu kishi yeydi-da. Shuni qo'yamiz. Mahfuza opa, xush kelibsiz. Olib boramiz, xudo xolasa. Ketyapsan deyarli. Bo'ling. Rahmat. Hop, nima qachondan berib bizni kuzatasiz va nima uchun? Sizni 1-dekabrdan beri bitta o'rtog'im tashagan nimangizni. Shundan beri kuzataman. 1-2-dekabrda webinaringizni tashlab berdi, ammo Chirchiqda bo'lib, anaqa internet yaxshi ishlamasdan chala ko'rganman. Keyin uyga borib, YouTube'dan nima qilib darslaringizni ko'rishni boshlab, fikri hayolim sizni darsingizda. Nevaralarim ham kulishadi. Hamma ko'radi bular bilan birga. Yo'q, bular Toshkentliklar, uydagi nevaralarim. Bular Toshkentda yashaydi. Bular qizig'i yo'q narsa. Belorimda bular. Sinema anaqa chaqirib olaman, birga ko'ramiz darslaringizni, webinaringizda bo'lamiz. Yaxshi. Oxiri kelmasak bo'lmaydi deb majbur. Ro'za bo'lsa ham keldik. Nima bezda qilasiz o'zi? Belim bilan tizzam bezovta qiladi. Savolni asosiydan boshlayman-da. Necha kilosiz? 113 kiloman. O, faxr bilan 113 kiloman men. Qachondan beri shunaqa og'ir vaznda? Bu yana ozganim. 22 kilo vez tashladim o'tgan yildan beri. 135 mi deysiz? 128 edim, 106 ga tushdim. Keyin yana bu yerga kelib tortirsam 113 yana vez olibman. Men bizga hamma kelib ozadi-ku, qanaqasiga vez olasiz? Yo'q, men bu yerga kelgunimcha yaxshi vez qo'shilib qoldi. Asharaqa, kelgan paytda semirib keluvdim-da ayting-da. Ha, yo'q. Hozir ko'rayotganimni to'g'ri tushunib semirtirib qo'yar ekandimmi? Yo'q, o'zi semirtirib qo'yar ekan, kelgandan beri qo'shilyapti vezim. Ayyo, unaqa emas. Rostdan ham. Unaqa emas. To'g'ri ovqatlanishni buzib qo'yapmiz-da. Xo'p, bu yoqqa kelguncha bo'lgan davrda nimaga amal qila oldingiz? Sizlarni nimalargami? Men aytayotgan narsalarni, tushuntirgan narsalarni. Men hamma yog'ingizni tushunib yetib, shu mashqlaringizni nima qilib, rezinkalaringizni olganman. Oldin. 1-dekabrdan keyin olganman, olib ketganman Toshkentdan. Bir yo'l shu yerdan olib ketganman, rezinkalaringizni vali o'tirib, tortib, mashqlar qilishlarini, mana kichkina rezinkangizda qilishlarini qilib, ya'ni har xil darsliklaringizda ko'rib, oyoqlarni tortib, anaqilashlarini qilib. Nima o'zgarish bo'ldi shularda? Yengilladim. Keyin qarasam, foydasi bor ekan deb, mashaqqa majbur kelaman deb nima qildim, o'g'lim jo'natdi. Borsiz boring dedi. Shunga keldingiz. Keldim, mana foydasini ko'rib, har qalay o'zingiz aytmoqchi 18 yashar emas-u, har qalay yoshar. 50 yashar bor. Yaxshi, men hozir Xudoga shukr foydasini bildim. Yaxshi. Foydasini bilish oson edi uni, muammo joyi yo'qdir. Libo joyda ham kompleks yechim olsangiz foydasi bilinadi. Muhimi, men aytamanki, ozish juda oson. Ozishdan keyin ozgandan keyin yashab ketish qiyin-da. Men ozishim shu qiyin bo'lyapti. Siz so'kini endokrinologga ko'rining dedingiz, analiz topshiring dedingiz, topshirdim. Analizlarim yaxshi chiqdi. Nimaga yana ozmayotganim bilmayman. Demak, xulosa bittada. To'g'ri ovqatlanishmi? Nafs. Nafsda. Nafsam anaqada. O'lgur nafsam katta-da deng. Yo'q, o'lgur nafs katta bo'lsa xafa bo'lmasdim. Chunki mana kelgandan beri oshxonangiz ovqatini yeyolmayapman. Hay mashhurdingiz bor-ku, shuni ichyapman. Qolganini meni organizmim ovqat talab qilmaydi, qonim ochmaydi. Shuning uchun yeyolmayapman. Ertalabda kashani yeyapman, shu mashhurda qilgan kuni mashhurdan ichyapman. Qolgan vaqtda yo'q. Nimaga semiryapman, shu meni anaqa qilyapti. Hayronman. Hozir 10 kun shunaqa yashaysiz-da, yana 10 kundan keyin borasiz oldingiday. Uyimda yeyman. Yo'q. Uyda ham kelinim xafa bo'ladi. Qilgan ovqatim yoqmaydimi, nimaga yemaysiz deydi. Tortmaydi. Unaqa ishtaham bo'g'ilib qoladi. Bu demak gormonalniy, gipotireozda shunaqa bo'ladi. Gormonalniy dedingiz. Unaqa analizlaringiz yaxshi dedi. Sizga dori yozmayman dedi endokrinolog. Gipotireozda shunaqa bo'ladi. Siz ozgina kuzatish kerak. Nima qilishim kerak endi? Kuzatish kerak ekan ozgina. Nafs bilan bo'ladi baribir hammasi tagi. Endi nafsimni o'zim ko'rib turibman-da, mana bolalarim ham biladi. Yemaysiz deb xafa bo'lishadi. Bu kishi yashirib yesa kerak-a? Ha?
Yashiradigan joyim ham yo'qda, kelinlar, nevaralar bor. Shunga hayron qolaman-da. Mashq qila oldingizmi? Ha, qildim. Mashqlaringizni qildim, maza qildim. Tizza yengilladimi? Tizzam yengilladi-yu, shu to'g'ri turmayapti. Endi sekin-sekin bo'lsa kerak. Bunaqa to'g'lanish uchun ozgina vaqt kerakda. Mana qotib qolgan mushaklar sal o'zi ish holatiga kelish kerakda. Buni massaj qilyapsizmi? Yo'q, massaj Shu qilmayapman. 1-dekabrda mana bunaqa narsa o'rgatganman, bilasizmi? Menda unaqa og'riqlar yo'q-da, Odilbek. Siz Bossangiz aytgan paydo bo'ladi. paydo ham bo'lmaydi. Og'riq yo'q. Просто mana oyog'im tortib qolgan. Bu belli-ku. Shu oyog'im tortib qolgan. Men siz aytgan shu mashqlaringizni eshitib o'tiraman, hamma yo'g'ingizni tushunaman. Unaqa siz aytgan og'riq menda chiqmaydi-da. Bunda oyog'ini tortishini, tepada unda yotib turib, tepada rezinga tashlab orqaga tortishni o'rgandingizmi? Shuni to'xtatmang, bo'ldi. Endi qilaman-da, o'shani uyga borib ham davom ettiraman endi. Hech muammo yo'q, Men zo'r ko'p bo'ldi. narsani o'rgandim bu yerdan. Faqat o'rganib amal qilsa yaxshi-da. Qilaman, xudo xolasa. Keldim 1-dekabrda. Niyatim shu. Qani ko'ramiz qanchalik amal qilib eplab ketar ekansiz. Telefon qilaman. Manaqa bo'ldim. Zo'r. Yaxshi. Chiqyapman. Umuman chiqa olmasdi. Ushlab osilib. Ha. Yaxshi-ku. O'zgarish yaxshi. Ozishingiz kerak-da. Shuni ozishga doktor Ali choyini ichaman. Shunda ozganman. Shu 22 kilo vez Ular tashlaganim. ozilmaydi. Bilmayman, men o'shunga ixlos qilib ichganim uchun Shu choyga ixlos, oddiy choyga ixlos qilib ozing, ko'k choy 95 choyga ixlos qilib ozing. Agar bilmayman. ixlos bilan ish bitadigan bo'lsa. Shu choylarni ichmay qo'yganman, doktor Alini 1-2 yildan beri ichaman-da. Shunda vez tashlaganimga ishonch hosil qilib qo'yganman. Yaxshi. Olib o'shani ichaman. Zo'r. Men Andijonga borsam istoriya qo'yaman, men keldim deb. Ben kuzatasiz-a? Ha, men doim kuzataman, ko'rmay qolsam, ammo lekin telefon Ko'rsadim ko'rmaganlikka olaverasiz-da. Yo'q. Men va'da berdimmi? Va'damni ustidan chiqaman. Va'da berdi. Samovarda osh Mabodo tayyor. xudo xolasa cho'ntak choyxonada cho'ntak samovarda osh tayyor ekan, osh yerkanmiz. U yerda achchiqlar bilan boshqa sho'rasi bilan ketadi boshqa osh. Ha, endi. Aytmang. Ben istoriya qo'yaman masalan, opani ko'rib turib. 113 bo'lsa, bir 100 ga tushgan bo'lsa kerak shundan nasib bo'lsa. Shunda tushib qolsam mazza bo'lardi. Yaxshi Mahfuza opa, omon bo'ling. Hayajonda mana qo'llarim ham qaltirayapti. Omon bo'ling, zo'r, xursand bo'ldim. Xursandmisiz? Muhimi kelmasangiz ham xursand bo'lardim. Sizdan xursandmiz. Kelmasangiz ham men xursand bo'lardim, chunki men tarqatgan materiallarni, biz tarqatgan materiallarni ko'rib turib o'zgarganingiz menga yetarli o'zi. Biz haligi qilayotganimiz noto'g'ri bo'lsa, undan oldida o'rganib kelib davom ettiramiz deb keldim. Siz anaqangizni. Azamat o'rgatdimi? Voy, o'rgatdi. U azamatga gap yo'q. Prosta hazillashyapman. Oxirida suyunib ketmasin deb. Erkalab ketadi, ha? Erkalab ketadi. Rosa yaxshi amaliyot. Yaxshi, Biz shundan- xursandmiz. Shu videolarni o'rganib, to'liq qilib o'zingizga o'zingiz zapis qo'ygan bo'lsangiz, Yo'l zapisda doim borsinlar. Hayotim shu bo'lib qolgan. yaxshi xursandmiz. Bu xursandchilik xabar. Mana Omon bo'ling. O'zingiz rahmat. ehtiyot qilasiz. Alloh omadingizni bersin. Aytgan Alloh bizga sizni jo'natganiga ming marta shukr. Inshaalloh. Biz shuncha doktorga borib, tanamizni o'zimiz tushunmaganmiz. Mana bu muhim nuqta shu menga. Shuni tushunib Tizanamadan davom olishni ettiryapmiz. bo'ldi, zo'r. Tizanamadan olish, belnimadan olishni tushungan bo'lsangiz bo'ldi. Omon bo'lasiz. Topganingizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Ota-onangiz rohatingizni ko'rsin. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Inshaalloh. Elga xizmat qilib charchamang. Shu derish kerakda bizga shu narsa. Qanchasi Qalbimizda xohlamayapmiz. toat ibodatni, nafsimizni o'zidan qo'rqishlikni, ruhimizni jannatda hammamizni jamlab qo'ysin Allohim. Yaxshilikda ko'rishaylik. Ko'rdinglar mana Ammo sizlarga. cho'ntakdan qaytmang, boring, Yo'q, cho'ntakda men oshga cho'ntakka beraman. yegaman, cho'ntakka osh borib. Bo'lmasa, Yana boraman albatta. bo'lmasa Devziradan Lenin oldin yoshini aytib qilib qo'ying. beramiz. Devziradan oshni yaxshi ko'raman, oldin aytib qo'ying. Nevzirada o'qib beradi. Bunaqa oddiy oshdan yomon ko'raman. Yo, oddiy osh qilmaymiz. Uyda kelsangiz oddiy osh qilib beramiz. Samovarda samovar osh Gapirib qo'ydingiz endi boshida. qilib beraman. Shunaqa oddiy hamma narsa. Hamma narsa juda oddiy, tushunish oson. Og'ir vazn bo'lsa ham tushunish oson. Bu kishi endi kulib gapirdi-ku, bu o'zi asli yomon narsa. Og'ir vaznni tezroq tashlash kerak. Siz zodagonmisiz, kambag'almisiz, boymisiz farqi yo'q. Sizda vazn bormi? Mana tizzaga zulm qilyapsiz. 5 kilo tana vazni, 5 kilo oshda tana vazni tizzaga tushadigan yuklamani 5 barabardan 20 barabargacha ko'paytiradi. Endi o'zi narxi o'zingizga ayon nima bo'lishi kerak. Omon bo'ling, bizdan uzoqlashmang, to'g'ri harakatdan to'xtamang. Rahmat, omadingizni bersin.